Bajarim. Podelka bilan fake'ni bugun shu qop-qoragina qilchalarimiz bilan 345 grammni podelka va originalni ajratamiz. Shuni olgandan qaraganlaringizda e'tibor bersanglar, mana bu yozuvlarida bo'ladi. Yozuvlari xira qalinroq bo'lsa podelka bo'ladi. Mana bu yoqdagi yozuvlari, orqasidagi yozuvlari tiniq, mana bu tiniq, kichkina harfchalar bilan yozilgan bo'lsa original bo'ladi. Keyin yana korobkasidan farqlab bo'ladigani o'zini olganda patch number, ya'ni kodi bo'ladi. Mana bunaqa kodlari, mana bunaqa kodi bo'lishi kerak originalda. Yana mana bularga e'tibor beramiz. Mana bular 5 ta bo'lishi kerak originalda. Podelkasida 3 taligini ham ko'rganman, 4 taligini ham ko'rganmanda, ular podelka bo'ladi. Keyin bunisidan aniqlaydigan bo'lsak, bunda birinchi e'tibor beradiganimiz mana bu yozuvlarida, mana shu yozuvlari bo'lmaydi ko'pchilikda. Qopqog'ida bo'ladi. Qopqog'ini mana bu ichki tarafida chuqurchasi bo'ladi podelkasini. Originalda mana shunaqa tekis bo'ladi. Keyin rangidan bilsa bo'ladi. Rangini originalda mana bu oppoq bo'lib chiqadi, podelkasi sariqroq bo'ladi. Mana bunaqa rangga o'xshash sariq bo'ladi. Mana oppoq. Ham ana podelkasi quyuqroq bo'ladi. Mana bu original suyuq bo'ladi. Podelkada mana bu belgichalari 2 ta bo'ladi, bunaqa cho'pchakchalaridan. Keyin podelkasida mana surkanda qanaqadir kosmetikani, shirin hidlar bo'ladi-ku, o'shani hidi keladi. Bunda hech qanaqa hid bo'lmaydi o'z originalda. Qanaqadir aptechniy hid keladi-da originalda. Buni podelkasini olgandan ko'ra olmagan yaxshi-da, bekorga pul sarflab. Undan ko'ra u podelkani ishlatgandan keyin bo'lmaydi foydasi-da. Bu aytgan gaplarim bitta 345 ga emas. Jurasi 147 ga ham tegishli.